Çuğunu pülgenler yoysun Unutulmuşsun arma bilen ketkenler Ümitleri pülgenler yoysun Ümitleri pülgenler yoysun Aldırlan bizga bu hamkorlashuvchingizni tanishtirib qo'ying. Bu mening ustozim Olimjon G'ofur muallim. Yaxshi. Olimjon aka, endi sizmi bizning programmamizdan konu mehmoni bo'lib qoldingiz. Bugun bu shogirdingizningki texnik ifodasi qanaqroq bo'ldi? Şagirdimning bugungi sandiki ifodasidan to'liq rozi bo'ldim. Yaxshi o'zining rolini joriy qildi. Rahmat. Endi yuqoridagi naqshingizni anglab bizni aytib ta'sirlandik. Mush naqshingizda yana qanday mazmun ifodalanganligini bizga bir qatim so'zlab bering. Bu naqshining mazmuni endi mushu jamiyatdagi ittifoqlik, inoqlik, ojizlarni yo'laydigan, yetimlarni yo'laydigan Aşınanga dair təşviq fəaliyyətləri köpəyib ilib berilyotdu. Şuna mən bu naxşamni aşu yetimlarni, acizlarni, qeyriblarni yüləvatqan kişilərə atap etdim. Nayt yaxshi. Demisimi hazır cəmiyyətimizdə mana shundoq yo'qsizlarga, ojizlarga yordam berayotgan yaxshi niyatli kishilarimizni aytib nurg'un tizmishada bu kishilarimizdan bundan keyingi ishlarining texnik utuqliq bo'lishini umid qilamiz. Shundoqla jamiyatimizning texnik inoqlikqa to'lishini umid qilamiz. Rahmat. Undoq bo'lsa, bog'lovchilarimizning sizga bergan bahosini bir anglab boqaylik. Boyi bu balamdan so'raganda bu naqshining mazmuni nima deganda nayt yaxshi ifodalab berdi. Men bek hayajonlanib ketdim. Ish qilib naqshining mazmunini tushunib, shuni bilib turib aytibdi. Shunlashqa balam sizga rahmat. Endi bizningki bolalarning ichida ko'p bolalar dutta chalanmaydi. Duttani chep turib naqsh aytmoq texmi tez. Muradil balam nayt temtirmay turib yaxshi ifodalab, bek yaxshi aytib berganda biz uchimiz o'tirib shunda xo'shalib ketdik. Mushu Muradil bizningki kasbiy garchi o'zim ustoz bo'lgan bilan bizning kasbiy xodimda tang turib so'rinda o'tirib bir dutta ta'mirchilib naqsh etmoq tez. Mana shuni abay Xurshid apay deganda qiyinlik darajasi bor. Buningdan keyin texmi ustozda ching tutib turib